Diqqat, xushxabar! 1-iyuldan elektr, gaz, suv va kanalizatsiyaga ulanish uchun texnik shart olish yengillashadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qurilish qilayotganlarga elektr, gaz, suv va kanalizatsiyaga ulanishda 1-iyuldan boshlab yengillik beriladi. Bu haqida bugun 14-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tayotgan uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yo'nalishida aytildi. Qayd etilishicha, o'tgan yili qurilish bilan bog'liq 2,6 million ziyod arizaning 1/3 rad etilgan. Mas'ullar kamchiligi uchun qaytardik deb aytadi, lekin ichiga kirib tahlil qilsa masala ko'p. Hamma bilib bilmaganga oladi. Aslida bu korrupsiya. Bunga chek qo'yishning birdan-bir yo'li raqamlashtirish va sun'iy intellekt, deydi davlat rahbari. Aholi va tadbirkorlar qurilish qilish uchun avval loyihalashga ruxsat olishga, keyin arxitektura rejalashtirish topshirig'i ishlab chiqishga alohida ariza berib, oylab vaqt sarflayotgani tanqid qilindi. Toshkent shahrida ikkita xizmatni bir bosqichda ko'rib chiqish yo'lga qo'yilgani uchun hujjatlarni kelishish vaqti 3-4 karra kamaygan. Ushbu tajribani 1-iyuldan boshlab respublikaning barcha hududlarida joriy qilish topshirildi. Hozirda elektr, gaz, suv va kanalizatsiyaga ulanish bo'yicha texnik shart olish uchun har bir kommunal idoraga alohida murojaat qilish kerak. 1-iyuldan bitta ariza va bitta to'lov bilan barcha kommunal tarmoqlarga texnik shart olish imkonini yaratish vazifasi qo'yildi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.